Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'rguvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida berilgan muhim xabarlarni eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Ataqlıq alim, tilshunos, shoir Imin Tursun aka 2011-yili 2-oyning 24 kuni 87 yoshida olamdan o'tdi. Imin Tursun aka 1924-yili 10-oyda Urumchida dunyoga kelgan. U Uyg'ur yangi davr adabiyoti, til va tarjima ishlaridagi boshlamchilarning biri. Shundaqla yangi davr Uyg'ur nashriyatchiligining g'ulini qurg'uchilardan biri bo'lib, xalq qalbida yuksak hurmatga sazovor bo'lgan. Olim yana klassik asarlar tadqiqotidimi mo'l natijalarni yaratgan va klassik asarlardan Zalili Divani, Tarix Tabiri, Divani Hikmat qatorliqlarni nashrga tayyorlab, xalq bilan yuz ko'rishtirgan. Imin Tursun aka yana Turk tillar divanining hozirgi zamon Uyg'ur tilidagi nusxasini tayyorlash, tarjima va tahrirlash xizmatiga qatnashgan. Olim Imin Tursun aka 40-yillarda rivojlangan Uyg'ur yangi she'riyat tarkitining g'olliq vakili edi. Uyg'ur milliy harakati rahbari Rabiya Qodir xonim Italiyadagi siyosiy tashkilotlardan Davlat Alqagan Radikal partiyasining 39-chi qitimliq qurultayiga taklif bilan qatnashdi. Qurultay 2-oyning 17-kundan 21-kunigacha Italiyaning Cangiano shahrida o'tkazildi. Qurultayda Uyg'ur masalalari tilga ilingan. Dünya Uyghur Qurultayı raisi Rabiya Qodir xonim muhim siyosiy arboblar va ommaviy tashkilot mas'ullari bilan uchrashib, Uyg'ur masalasi haqida muzokaralar olib bordi. Mazkur qurultayga yana Uyg'ur Qurultayining Yevropadagi aloqachisi Mehmet To'xtimi qatnashgan. Uyg'ur milliy harakati rahbari Rabiya Qodir xonim haqida ishlangan hujjatli film muhabbatning 10 shartining Urumchi ko'chalarida paydo bo'lganligi ilgari surilgandan keyin Xitoy doiralari Urumchi Do'nko'rik atrofida o'yim-o'y aqtirishga boshlagan. Dünya Uyg'ur Qurultayi bayonotchisi Dilshod Rishidning bildirishicha, hujjatli film plastiksi 10 fevralning oldi keyinda Urumchi Do'nko'rik atrofida bayqalgan. Halbuki lentining Urumchidagi unsin do'konlarida, ko'cha yoyimlarida va yoki shaxslarning qo'lida bayqalganligi aniq emas. Mazkur hujjatli filmning birdinla Urumchi ko'chalarida tarqalishi Xitoy doiralarini jiddiylashtirgan. Los Angeles vaqti gazeti 21 fevral bosh maqola e'lon qilib, Amerika Qo'shma Shtatlarining Guantanamo turmasida tutib turilayotgan Uyg'urlarni o'rinlashtirishda axloqiy majburiyati borligini ilgari surdi. Maqolada Guantanamo turmasida yana 5 nafar Uyg'ur borligi, agar ular Xitoyga qaytarilsa, hayot xavfga uchraydiganligi haqida tushuncha berilgan. Maqolada yana bu Uyg'urlarning dushman jangchisi emas deb aqlanganligi tafsili ko'rsatilgan. Maqola mundaq oxirlashtirilgan. Biz Amerika qonuni bo'yicha bu Uyg'urlarni Amerikaga qo'yib berishga bo'ladiganligini bilamiz. Agar sud qo'shilsa, bu albatta har ikki tarafning fikrini anglagandan keyin shundoq bo'lish kerak. Bu Uyg'urlar hech bo'lmadi deganda shunchalik narsaga arziydi. Uyg'ur Qalamkashlar Markazining 2-qurultayi 23 fevral oyoqlashdi. Uyg'ur Qalamkashlar Markazi xalqaro qalamkashlar jamiyati qaramog'ida bo'lib, qurultay Vengriyaning poytaxti Budapeshtda 21 fevral boshlangan edi. Qurultayda Xitoy turmasiga tashlangan Uyg'ur qalamkashlar masalasi muzokara qilindi. Qurultay oxirida qurultayga qatnashgan Uyg'ur qalamkashlardan Rabik Ismoil va Uyg'ur qalamkashlar raisi Qaysar Apandilar Vengriya qalamkashlar raisi Yunus Apandiga to'n va do'ppi kiygizdi. İpek yoluning siri nomli ko'rgazma Uyg'ur elining Tarim vodiysidan topilgan quruq jasadlar qo'yilib, o'tgan juma kuni rasmiy qayta ochildi. Pensilvaniya universitetining muzeyida ichilayotgan İpek yoluning siri nomli bu ko'rgazmaga Uyg'ur elidan topilgan 2 quruq jasad va 130 xildan ortiq arxeologik buyum qo'yilgan. Asli 5 fevral ichilish plan qilingan bu ko'rgazma Xitoyning to'sqinligiga uchirgan va Tarimdan topilgan quruq jasadlarning ko'rgazmaga qo'yilishi amaldan qoldirilgan edi. Bir qator so'zlashishlardan keyin Xitoy quruq jasadlarni ko'rgazmaga qo'shilgan. Ko'rgazma asli bu yil 6-oygacha ichilmoqchi edi. Halbuki ko'rgazmaning ichilishi muddati ilgarigidan 3 oyda qisqartirilgan bo'lib, ko'rgazma faqat 28-martgacha ichildi ekan. İstanbulga joylashgan Uyg'ur akademiyasi 20 fevral yig'in chaqirib, xalqaroliq ona til kunini xotirladi. Yig'in İstanbuldagi IHH insoniy yordam fondining yig'in zalida o'tkazildi.
Yığınға Uyghur Akademiyasының baş katibi doktor Ablat Turan әпәнди riyasatçılık qildi. Yığında Uyghur Akademiyasının fəxri rəisi doktor Erkin Sıdıq və baş rəisi professor Alimcan İnayətning yığınni təbrikləb yollagan təbriknamələri oqub ötüldü. Yığında yana Peshqadam tilshunos Quddus Hafiz әпәнди Uyghur tili haqida so'z qildi va Uyghur tilining tahdidga duch kelayotganligi haqida to'xtaldi. Bu yig'inga 50 atrofida kishi qatnashgan. Avstraliyaning Sidney shahridagi Uyg'ur ona til maktabi 20 fevral faoliyat o'tkazib, 12 navbatli xalqaro ona til bayramini tabriklagan. Faoliyat Sidney shahri Liverpool rayonidagi murosim zalda o'tkazilgan. Faoliyatda oldi bilan o'quvchilar ona til haqida she'r deklamasiya qilgan. Orqadan Sadir Palvon qo'shoqlari qatorliq Uyg'ur xalq qo'shoqlarini yodlab, ajdodlarining ish izlarini xotirlagan. Faoliyat yana bolalar, yoshlar va cho'nglar guruhi bo'yicha milliy san'at nomerlari ko'rsatilgan. 1999-yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 21 fevralni xalqaro ona til kuni qilib bekitgan edi. 23 fevral Xitoy Oliy sudi 4 nafar Uyg'urga berilgan o'lim jazosini tasdiqlagan. Xitoy axborotlarida bu Uyg'urlarning 19 avgust Aqsu voqeasi, 2 noyabr Xotan voqeasi va 29 sentabr Qumul voqeasida 9 odamni o'ldirib, 15 odamni yaralandırganligi ilgari surilgan. Aqsu o'tir sud mahkamasi turg'un turdi. Abdulla Tunyazga, Xotan o'tir sudi Aqniyaz Nurga, Qumul o'tir sudi Abduqiyim Abdurahmonga o'lim jazosi hukm qilgan. Xabarlarga qaraganda bu Uyg'urlar o'tgan yili Aqsu shahri Igachi yezida yuz bergan portlatish hujumini tashkillagan. Xotan va Qumulda Xitoy qatnash saqchisi va qurolliq saqchilarni o'ldirgan kishilar ekan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo Radio Store televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar qitim ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xushvaqt bo'linglar. Xayr xo'sh.